Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Bek Avto. Ko'rish turganimdan nihoyatda xursandman. Kamina Asadbek. 10x mashinamiz tayyor bo'ldi, xudo xolasa. Bizlarga baho berasizlar. Agar o'xshagan bo'lsa, laykni qizartirib qo'yasizlar. Qani, tomosha qilinglar qani. Qanday chiqqaniga o'zlaringiz baho berasizlar. Hamma alirovka oldi. Kapot sepildi. Orqa bamper sepildi. Bunga orqa bagajlarimiz qanaqa ahvolida ilojini topolsam, tagiga videosini qo'yaman. Ko'rasizlar ikkalasini. Mana bu yo'la yaxshi chizilgan, yaxshi eshik, yaxshi dabdara chizilgan. Nima bo'lsa, mana videosini pastga qo'yaman. Ko'rasizlar. Qanday chiqqani o'zlaringiz baho berasizlar. Lavoy qo'yildi. Oldi kapotga sepildi, kriloga sepildi. Oldi bamper sepildi. Faralarimizni ham shuni tayyorlab chemikat oldik. Mana bu sarg'aygan ekan, bu sarg'aygan, ichi sarg'aygan. Egasiga spirtov kerak, ko'pga mana qo'yib tashladik hammasi. Nima deymiz? Bizlarning baho berasizlar. Kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa endi bundan keyin faqat zo'r faqat mashina temasiga avariyaning pachoq, DTP bo'lgan, urilgan, turtilgan, polirovka, hammasini chiroyli qilib video qilib qo'yaveramiz. Xudo xolasa klass bo'lishni ayamanglar. Yoninglar omon bo'lsin. Podderkalaring uchun rahmat. Unisiga ham sog' bo'lasizlar.